U odam sog'lom emas. Menimcha boshi bilan urilib olgan. 머리를 좀 다친 것 같아. Soy ko'rindi, demak to'g'ri yo'ldamiz. Axir aytdim-ku, mana shu yo'ldan tepaga chiqsak jarlik bor deb. Xonim, balki bir yo'la sochingizni yuvib olarsiz-a? Bo'larmikan? O'zimni isqirt his qilyapman. Oy, muzdek-ku, o'ylaganimdan sovuq ekan. Oy, tavba! Sizga shu muzdekmi? Mana qarang. Mana. Voy, qanday yaxshi. Men shunchaki boshimni o'zini yuvganim yaxshi. Oy, qanday yoqimli. Zot oliylari! Shikastlanganmisiz? Nima ahvolim yaxshidek ko'rinyaptimi senga? Meni ma'zur tuting, zot oliylari. Hoziroq sizga hujum qilganlarni topib qatl qilaman. O'z vaqtida yordam bermaganim badali bo'ladi bu. Gapimga quloq tuting. Bu o'rmoniylar meni tahqirlagan xiyonatkorlar yuribdi. Ularni toping, xo'p bo'ladi. Xonim, ushlang, mana bunda quritib oling. Rahmat. Sizni boya o'g'ri deb bilganim uchun meni kechiring. Hech qisi yo'q. Uyingga ruxsatsiz kirib, kiyimingni olib olgan o'zim-ku. Bu to'g'ri, lekin aytgancha, nega yashirinib yashaysan? Bu seni uying emasmi? Men bu yerda Chxexundan berkinib yashayman. Ayollarga iltifot ko'rsatuvchi erkakni qanday qilib yomon deyish mumkin? Chxexun? Ha, Chxexun. Nima ekanini bilmaysizmi? Qizlarni saroyga qul qilib olib ketishadi. Shundan bilmaganmidingiz? Lekin bularni bari Choson davrida-ku. Sizningcha Choson davrida bo'lmay qayerdamiz hozir? Demak, ana bu tentak rostini aytibdi-da. Tentak? Ana va boshi bilan urilgan erkakmi? Demak, men Yon Xegun boshqaruvi vaqtiga tushdimmi? Yon Xegun? Chxexunni bilasan, u Yon Xegunni bilmaysanmi? Birinchi marta eshitib turishim. Oh, qara odamlar. Bu yerdamiz. Aydab tomonidan o'zbek tiliga o'girildi, ovoz berishda Mahsuma va Ilhom ishtirok etdi. Soat 3 dan oshdi, soat 4 bo'pti. Lekin biz ovoz berdik. Nimaga? Tomoshabinlarimiz tomosha qilib, keyin bizga kommentariya keltirib, "Davomi qachon? deyish uchun. Va davomi Koreyada ham hali chiqmagan shakarim, iltimos sabr qilib tur desangiz, keyin Aydab kimir bo'lib ketibdi, deyishadi va kanalimizdan obuna bo'lishni to'xtatishadi. Biz aybdormiz, biz kechasi uxlamasak ham, daromad chiqarsak ham biz aybdormiz. 지나시군지 하여 500년 뒤 미래에서 왔어요. 그렇군. 내 오늘 당장 목을 거두진 않겠다. 주어진 시간 안에 그분이 만족할 요리를 선보일 수 있겠느냐? 잘하면 내보내 주시는 건가요? 네 말이 사실이라면 과인이 한번 먹어보겠다. 못들었느냐? 저 죄인을 놓서 쳐라. 망했다. 진짜 연희군이었어.